Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 7-fevral 2026-yil navbatdagi labolarni tun ko'rishni boshladik. Hop, laboni mana bu joylarga kontent pol qo'yilgan. Birinchi shundan boshlaymiz mana. O'ta baquvvat. Bu narsalarga tegadigan bo'lsa, pachaq bo'lib bukilib qolmaydi, ichkarilarga kirib ketmaydi. Shubkalari bor, penplekslari bor, yo'llardan bukilgan. Mana bu joylarni mana 1,5 sm ichkariga qaytgan, ochganda qo'lni kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'lgan mana. Alohida sondiqchalar qo'yib qo'yilgan mana, yo'llardan to'siladi обязательно. Mana bu holatda ochiladi bu, ko'rib turibsizlar. Alohida ham sotiladi bu sondiq, bemalol bu sondiqqa ham telefon qilishingiz mumkin. Poliga alohida rezinkasi ham bor, tunikasi, tomiga bagaji, orqasiga durgalari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida shunaqa qilib holatda chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa, bemalol telefon qilib qo'yishingiz mumkin. Kommentariyaga yozib ketinglar, imkon qadar to'g'rilab ketamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga, yaqinlarga, labo olgan tanish bilishlarni jo'natib qo'yasizlar. Mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin.